Sizning ma'lumotlaringiz xavfsizmi? O'zbekiston domen ma'muriyatining statistikasiga ko'ra, mamlakatimizda 134 mingdan ortiq domen nomlari mavjud. Bizning kiber razvedka tahlillarimizga ko'ra, 10 milliondan ortiq foydalanuvchilarning maxfiy ma'lumotlari, jumladan login parollar va shaxsiy ma'lumotlari dark webda tarqatilganligi aniqlandi. Hakerlar o'g'irlagan bu ma'lumotlar millionlab foydalanuvchilar hamda 10 mingga yaqin veb-saytlarni tahdid ostida qoldirmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash uchun ushbu veb-sayt ma'murlarini ogohlantirish hamda doimiy monitoring qilib borish zarur. Shu maqsadda Cyberburo kiber xavfsizlik kompaniyasi tomonidan CitizenSec tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim Citizen, fuqarolar va Security, ya'ni xavfsizlik so'zlarining birlashmasi sifatida kiber xavfsizlikni ta'minlaydigan, foydalanuvchilarni himoya qilishga va tezkor xabardor qilishga qaratilgan tizim vazifasini bajaradi. Sizib chiqqan ushbu maxfiy ma'lumotlar foydalanuvchilarning shaxsiy hisoblariga kirish, boshqarish hamda o'zgartirish kiritish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari hakerlar ushbu ma'lumotlardan kiber hujumlarda samarali foydalanishlari ham mumkin. Tizimning bir qancha foydali xususiyatlari mavjud. Bular: tezkor xabardor qilish, shaxsiy ma'lumotlar himoyasini ta'minlash, kiber hujumlarning oldini olish, jiddiy moliyaviy zararlarning oldini olish, ma'lumotlarni kuzatish, xavfsiz parollar yaratish va kiber gigiyena qoidalaridan iboratdir. CitizenSec tizimi har qanday tashkilot yoki shaxs uchun ma'lumotlarni himoya qilishda samarali yordamchi bo'la oladi. Cyberburo, xavfsiz sarhadlar sari biz bilan birga.